Real Madridning so'nggi qishki transferi qaysi bo'lganligini bilasizmi? U paytlar bir xil muxlislar hatto tug'ilmagan edi. Yo'q, bu hech qanaqa hazil emas. Hoziroq like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda Real haqida hamma narsa chiqadi. Rasmiy ravishda bir necha kun oldin qishki transfer oynasi yopildi va bir eslab ko'ringchi, qachon Madrid jamoasi yotganda bitta o'yinchini bu paytda xarid qilgan. Islom desam, tanishing Brahim Diaz. 7 yil avval 2019-yilda Realga Manchester City akademiyasidan rasmiy ravishda yanvar oyida o'tib ketgan edi. Lekin nimaga shunaqa buyuk jamoa o'yinchilarga juda ham muhtoj bo'lsa, kamdan kam bu payt futbolchilarni olib keladi? Javobi esa juda oddiy. Real o'ziga kimdirni xohlasa, u haqida kerakli va kerak emas bo'lgan ma'lumotlarni yaxshigina tahlil qilib, barcha foyda olib keladigan, ziyon olib keladigan taraflarni ko'rib chiqib, oxiri xarid qiladi. Qishda esa ko'pincha o'yinchilar pomidorga o'xshab qimmatlashadi. Shuning uchun yozgacha kutgan yaxshiroq. Yozda esa jamoamiz allaqachon bir nechta top transferlar tayyorlayapti. Ammo bu hali rasmiy ma'lumot bo'lmagani uchun bu yerda ayta olmayman. Batafsil ma'lumotni ko'rish uchun hoziroq yopiq Telegram kanalimizga kiring.